Әмді haqiqatan bu sualga bergan javobning ichidan insonlar o'rtasidagi muomala jarayonidami bir-birimizga rahmat etish, shukr qilish, ya'ni rahmat etish, tilimizda rahmat deb ishlatamiz qo'yamdi. Bu tema echildan bu yerdan. Yuqoridagi asosli mazmunlarimiz Alloh subhanahu va taolaning bizga butun jismimizdagi barliq a'zolarimiz bizga berib atgan ne'matlarga bo'lgan shukronasini ado qilishga asosli to'xtaldik. Hamda bu mavzu echilgan ekan insonlar o'rtasidagi shu bir-birimiz bilan bo'lgan munosabatdami boshqalarga oldimizdagi kishiga qanday shukr qilindi, qanday rahmat etildi va buning ahamiyati haqida biroz gap qilsak. Bu hakikaten biz birinci insan bir lıknımızın hemmimiz insanlar özara birbirinden bağlanışı var. İnsanlık bağlanışı var. Bunu tutunuş gerek. Şundakla insanlar özara birbirinden bu içtimai bir muhitta içtimai hayatını yaşayan insanlarımız, insanlar hayatı sebepinin içinde biz birbirimizle bağlanıp birbirimizle hacımız düşüp birbirimizden sorup birbirimizle yardım kılıp yaşamasak bizim hayatımız mükemmel bulmaydı. Şu an Peygamber Aleyhisselam'ın ki hoşundağışın hakkındaki esketmeleri qo'shni haqqi din iborat buningki muhimligini nimani ko'rsatganda bir-birini qadrlab yashash degan gap. Shunga bu islom dinimizning ta'limotida boshqalarga shukr qilishni o'zini bu islomningki bir iborat qismiga kirgizdi. Masalan, men sizning besh aytdim bu la yashkurulloh min la yashkurun nas. Ya'ni insonlarningki qilgan yaxshiligiga shukr qilmagan bu insonlar bu yerda musulmonlar emas, an-nas, har qanday inson. Va qulu lin-nas husna, har qanday insonga yaxshi muomala qilishimiz bu islomning bizga qilgan ta'limoti. Ma'lum ahvollarda siyosiy o'rinlarda ularga mesela İslam'daki ordunu gösterdiğin, ularga baş egmeydiğin, özümüzün meydanını setip etmeydiğin bu ayrım mesele, bu ayrım nokta kildiğin nerse. Ama normal insanlık münasebetimizde muamelemiz birbirimize yaxşı buluş gerek. Hem bu muamele yaxşılaşın ki en addi usulü nime degende gipimiz, sözümüz çıraylık buluş gerek. Söz çıraylık buluşunun yolu nime degende birisi bir çıraylık, onun yap kılsa onun çıraylık cevap verimiz. Bir nesli belgen olsa, onun bir nesli olsak yardım kan olsa onunla rahmet eğitimiz. Bu kafir olsa kafirga rahmet etsem kanda oludu dep ve bu İslam'daki paklık, sağlık, güzellik tarafına emas, şu ma'lum siyasi ahvallarda kullanıldığın bennesi umumlaştırıp bularning bir neslisimi, bularninki bu bizning yoki haqqimiz biz erishimiz kerak degandek ma shaklda tushunib olsak, bu vaqtda biz İslam'daki haqiqiy mohiyatidan to'liq xabarda bo'lmagan qolamiz. Shunga bu yerda mesela buni bir necha nuqtaga bo'lsak, birinchisi Alloh bilan bo'lgan bog'lanishimizdagi shukrni biz insanlar bilan bo'lgan nimamizni buni amaliyleştirishga tirishimiz kerak. Yani Allah'ın nimetleriga shukr qilamiz go, albatta bu uchun majburiyatimiz, iymoniy majburiyatimiz va shundaqla buni insonlarning bizga qilgan yaxshiligini shukr aytishni biz uni o'zimizga izchillashtirishimiz buning nimasi. Payg'ambar alayhisolamning hayoti shu. Payg'ambar alayhisolam o'zining hayotida yaxshilik qilganlarga albatta noiti undan ortiq yaxshilik bilan qaytaradi. Biz sizga yaxshilik qilgan bo'lsa, biz bu shukrni ba'zi til bilan bo'ladi, ba'zi amal bilan bo'ladi. Masalan birisi Payg'ambar alayhisolamdan birisidan bir oriyat bir narsa olgan bo'lsa, onu igese qaytırıp ağalı kelgan vaqtida onun güzelroqini, onun yaxshiroqini beradi. Qaytırgan vaqtida. Mesela onu açıp bergen adam onu talep qilgan bo'lsa, u jazoni kirdi mesela şeriatda. Haram. Mesela birisi $10 bergen bo'lsa, onu 1000 lira bersa qaytırgan vaqtida sen bana 100'ünü qo'shib bersa desa, o jazoni bo'ladi, hammamiz bilamiz. Ammo u uni talep qilmadi. Bir adam bana ihtiyacım bor vaqtida bana 1000 lira berib turdi. Onuga men qaytırgan vaqtimda onuga 1100 lira qilib 100 lira üzem xalib qalbimdan qaytırsam, o jazoni olmaydi. O to'g'ri qilgan bo'lma. Demak bu shukr qilishniki shu odamning mana qilgan g'amxo'rligiga rahmat aytishniki bir go'zal yo'li. Payg'ambar masalan tahaddu tahabbu degan so'zi var. O'zaro bir-birlariga to'g'ri salam berishib turinglar. Demak bu shukr qilishniki amaliy yo'llaridan birisi. Buni qilish. Bu islom dinimiz bizningki go'zal axloq usuliga qurilgan din, hammamiz bilamiz buni. Innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Men go'zal axloqni o'rgatish uchun, to'liqlash uchun avatilgan payg'ambar deydi. Ana bu go'zal axloq faqatlam eg'zoki gap bilan bo'lmaydi bu. Amel ibadet bilan bo'lmaydi. Uni amel ibadatdan o'yla ayrim, Alloh bilan bo'lgan bog'lanishimizni ishlatamiz. Alloh o'z dayog'ida bunga shukrimizni bildiramiz. Ammo insonlar bilan bo'lgan munosabatda bu ad-din va al-muamala, din o'zi muomaladan iborat, munosabatdan iborat. Buning hammasi go'zallik bilan, rostchilik bilan, va'daga vafo qilish bilan va shuning hammasi bu shukrga bog'lanish bilan. Bir odam birisiga, va'dasiga vafo qilgan vaqtida albatta u qarish tarafdan bo'ladi, xo'sh bo'ladi. Ben sen bilen kırışkili kelime dese, şu diğer vaxtda kelse o adam hoş buldu. Menimki sözümünü yada koymadı. Benim sözümünü ilik aldı. Benim davetimni kabul kıldı. Diyen bir xursallik onun kalbimizde sağlam bulduğumuz demek. Bu adam bizden xursallikini ispatlaydı. Rahmet aytıldı demek. Bu neme? Şükürün ki bu şahsiyetleri bu. Bu hayatımızdaki hem bir nesige
Münasebetlik. Şuna bular bilen insanlar bilen qilgan vaqtimizda buni sal qarash bo'lmaydigan ish. Buningga sal qarash axloqimizga sal qaraganlik bo'ladi. Axloq sal qaraganlik dinimizga, islom dinining ta'limotiga sal qaraganlik bo'ladi.